Bir zot Allohning Qur'oni Karimdagi sura Tavba surasining eng oxirgi oyati bor. Ko'p odamlar bundan eshitgan xabardor. Astagfiru billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallohu. Ikki oyat. Kim shuni o'qib yursa debdilar, umri uzun bo'lar ekan. Hayoti barakali bo'lar ekan. Qarzi bo'lsa najot berar ekan. Xor bo'lsa aziz bo'lar ekan. Kambag'al bo'lsa boy bo'lar ekan. Kasal bo'lsa Alloh shifo berar ekan. Hammasi bizda bor. Hammamizga kerakli. Bir odam debdilar, yoshi 70 yoshida shuni eshitib qolibdi, shuni savobini. Mana shu savobini 70 yoshga kirganda o'qish kerak deb o'qiyverar ekan har kun. Yoshi 120 ga kirdi. 120 ga kirdi. Bir kun uxlab qopdilar, tushlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib, "Ey falonchi, sen qachongacha bizdan qochib yurasan? Keyin-de" debdilar. O'ylabdilarki, uyg'onsa tush ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatni to'xtat deyaptilar shekilli, deb bir kun o'qimabdi. O'qimagan kuni Azroil alayhisalom kelib jonini olgan ekan. Kitob aytayaptilarki, 50 yil o'qidi mana shu odam. 70 ga kirib 120 ga kirguncha o'qidi. 50 yil Sura-i Tavbadagi 2 oyatni o'qidi. 50 yilning ichida juda ko'p ibodat qildi deyapti. Biz ham bugun o'qishni boshlasak, hamma ishimizda najot. Eng rohatlisi muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tushimizda ko'rar ekanmiz. Mana shu oyatni o'qisak. Mana shu ham ilm. 15 ming odam namoz o'qiyapmizmi? 10 tasi yodlab olsa, mana shu gapdan keyin biz bugungi jumadan rohat, lazzat, maza qilgan bo'lamiz. Buni o'qing. 5 vaqt namozda debdi, uyingizga borguncha bomdodni o'qib, peshingacha 7 ta o'qib, 2 oyat, o'ta qisqa. 5 vaqt namozdan 7 tadan o'qib tursa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Bakri degan bir zot o'tganlar. Muhammad ibn Bakri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'p tushida ko'rar ekan. Imom Shibli rahmatullohi alayhi bir kuni kelsalar, o'rnlaridan turib ta'zim qilib hurmat qildilar. Muhammad ibn Bakri rahmatullohi alayhi. Hurmat qiluvdilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga aytgan ekanlar-da, "Ey Muhammad ibn Bakri, seni huzuringga ertaga jannat ahlidan bo'lgan bir odam kiradi, shuni hurmat qil" debdilar. Imom Shibli kirib keldilar. Hurmat qilib ta'zim qiluvdilar. So'radilar, "Siz nima ish qilasiz ko'proq? Nima ibodat qilasiz?" dedilar. "Ibodatim yo'q. Imom Shibli avliyo, Xudoning do'sti. Muhammad ibn Bakri rahmatullohi alayhi aytayaptilar. Meni ibodatim ko'ppasu, shu namozdan keyin Sura-i Tavbadagi laqad ja'akum 2 oyat bor-u, shuni har kuni muhabbat bilan o'qib qo'yaman" debdilar. Ertasiga tushlarda yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rdilar. Muhammad ibn Bakri rahmatullohi alayhi. "Ya Rasululloh, kecha Imom Shibli bilan ko'rishdim. Bu kishi nima ish qiladi? Nima ibodati o'zlariga ma'qul?" desalar, aytayaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Imom Shibli har kuni namozdan keyin laqad ja'akum Qur'ondagi Sura Tavbaning oxirgi oyatini o'qib qo'yadi. Juda rohatlanaman Imom Shiblining shu qilayotgan ishidan dedilar. Man dawama ala hatayni al-ayatayni kull yawmin 41 marratan zaharat lahu asrarun min al-ajaib va ru'yata Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam deb qo'yganlar-da mana shunda. Bir odam Sura-i Tavbaning oxirgi oyatini har kuni o'qib qo'yayotgan bo'lsa, 41 tadan o'qib qo'yayotgan bo'lsa, 41 donadan. Alloh u bandaga shunaqa sirlarni oshkor qiladiki, o'zi bilmagan sirlarni Alloh oshkor qiladi-da. U sirlardan bitasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida albatta ko'radi degan.
Muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tushimizda ko'rsak, biz o'zlari bilan ko'rishgan bo'lamiz. Shayton Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni suratida tushimizga kira olmaydi. Qo'lidan kelmaydi. Alloh hammamizga nasib qilsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.